Danışmanlarning qizlarga qilgan 30 turlik nasihati. Manbasi Misranim Munbari. Birinchi. Ey qizim, qizlarning eng go'zali haya va iffat pardasiga o'ranganidir. Haqiqatan qizlar qalam qash, shahlo ko'z, uzun chach, kelishgan go'zal bo'lsa-mu, sharm hayoliq bo'lmasa, ularni hech kim go'zal demaydi. İffatli qiz deganda ko'z oldimizga tabiiy muloyim, aql farosatlik, hayoliq, nomuschan, ota-onaga mehribon, qarindoshlarga ko'yimchan, cho'ng kichiklarga e'tiborli qiz namoyon bo'ladi va bundaqlar ko'zimizga chiroyli, yiqimli, issiq ko'rinadi. Haya kishilarni yomon yo'ldan qaytarg'uchi va yaxshilikqa undig'ichdir. Kimning hayası bo'lmasa, shuning uyiti bo'lmaydi va barcha qabiy ishlarni qilishdanmi yanmaydi. Ikkinchi. Ey qizim, iffat vijdoni, poklik, nomus, haya deganlikdir. Qizlarning tabiatiga xos pokizlik, haya, nafslik, zibolik, hoşyarlıq kabi fazilatlar ularning husniga husn, latafatiga latafat qo'shadi. Qizning o'sni yerim boyliq, aqli bo'lsa g'azina. Ulug' olim Ibn Sina insonda mangu turadigan husn va latafat haya bilan iffatdir. Hayasiz yuz jonsiz jasad kabidir degan edi. Darhaqiqat odamni o'ziga tortadigan, issiq ko'rsatadigan narsa kishining haya va iffatidir. Haya va iffatni o'zida mujassamlangan qiz hamonan haqiqiy insonlik xarakterini yetildira oladi. Uchinchi. Ey qizim, til bilan yurak, yaxshilik bilan yomonlikning bo'lug'i. Bu ikkisi yaxshi bo'lsa, odamni baxtli va yaxshi bo'ladi. Bu ikkisi yomon bo'lsa, odamni yomonlik va baxtsizlikdan xoli bo'lolmaydi. Bundaq bo'lishidagi sabab til yurakning jarchisi. Yurak nimani o'ylasa, til shuni so'zlaydi. Ko'ngliga kelganni olamga ayon qiladi. Kishilar so'zga ustunligi bilan maqtansa, sen sukut qilish bilan maqtang'in jinim qizim. Har bir narsaning dalili bor. Aqlning dalili fikr, fikrning dalili sukutdir. Sen sukut qilish orqali o'z maqsadingga yetalaysan. Sukutdan yiroqlasang, mag'lubiyat seni qarshi oladi. 4. Ey qizim, ko'zimning nuri. Kishining japa xafa bo'lib turgan vaqtida masala so'rama. Agar sening xafa bo'lib turgan vaqtingda birov masala so'rasa, so'ziga qarab javob ber. Aqling yetmasa, so'zni so'zlama. Kuching yetmas ishga esilma. Har ishda o'ttirholligini ko'zda tutish kerak. Jamoat bor yerda, majlisda biriga so'zing bo'lsa, oshkora so'zla. Zarur bo'lmasa, pichirlab so'zlashning hech foydasi yo'q. Her türlük sözünü anlasan, go'yoki ojizligidan kuchlangandek anlag'in. Bu sözler meyli kerakki kelsin kelmasin, jening, tening bilan angla. Chunki söz bir sadabga o'xshaydi. U ko'ngil daryosidan chiqadi. 5. Ey qizim, qizlarning nazokatini, qizlik qadr qimmatini oshiradigan amallarning katisi, siliq sipoya dal joyiga keltirib, mehribonlik puruqni singdirib turib, adablik so'zlashdir. So'zlaganda rost so'zlash, gapni qisqa, meg'izlik qilishga, ma'nilik, o'rinliq so'zlashga odatlanish, uzun, bemazza so'zlab kishilarni bizar qilmaslik kerak. Xalqimiz to'la gap qiladigan kishilarni adabsiz, kot lavza deb ataydi. Ko'p gap qiluvchilar o'zining gapini yo'rg'iladi. Xarakteridan mabandallik chiqib turadi. Ularning ko'p gap qilishidagi maqsadi
özünü göz tutuşturur. 6. Ey kızım, İffetli kızlar özlerge talapcan, hayalıq buludu. Yürüş, turuş, kiyiniş, muamele, münasebetlarda kızlık şənigi yarışa iş tutudu. Kişiler arasında kalta, tar, kökrek, çoğun kiyimlerini kiyiş, memedallık, çakınıqlıq, orunsuz hareketlerini qilish özlerge har aladı. İffetli kızlar bulupmu jigitlerinin aldıda, çoğunlapa sorunlarda özlerini qandaq tutuşunu yaxşı biladi. Her bir qadımını avaylap, asta basıdı. Kız bala özünün tabii çırayı bilen yıqımlıqdır. Onunla yana pədaz qilish, onu sün'iləştirib qoyuşı mümkün. Bulupmu haddidan ziyada pədaz qilish, kəsi kəmməz zibuzunatlarını taqaş, qimmat bahalı kiyimlerini kiyish, qızlarını yengiltek, qonca aspat köztüb qoyuşı mümkün. 7. Ey kızım, danalar ilimni mal mülükdünmü əvzəl deyişudu. Eytilişçe ilim meğiz bolsa, baylık onun posti. İlim gül bolsa, baylık onun hididir. Dana kişiler her daim əni şu meğizini kolga kırgızış yolunda capa çekidu. Çünkü ilim avval faziletli kişilerden miras kalır. Mal baylık bolsa Harun ve Haman'ın mirasıdır. 2. İlim kişide kemterlik peyda kılsa, baylık memmellik peyda kılıdı. 3. İlimli kişinin dostu köp bolsa, maldar kişinin düşmünü köp buludu. 4. Maldar kişiler öte xasiz ve bexil bolsa, alim kişilere sahavet egizi buludu. 5. İlim kişiге dünyada abruy keltirse, mal dünya azap keltirdi. 8. Ey kızım, 3 xil kişi hikmet travejidan jiroq ve aql yoludan tashqaridir. Bunun birincisi özünün kuch quvvatiga ishinib, har qanday balo kelsa qarshi ketaveradiganlar. Mundaq kishilar oqibat o'zini halokatga soladi. İkincisi, taomning o'ziga yetarlik miqdorini bilmaydiganlar va maydasining hazm qilishga ojiz kelishidan qo'rqmay yeveradiganlar. Şübhəsiz ki, mundaq kişiler öz cininin düşmenidir. 3. Adavet ahlının sözüge məğrur bulup, ulanın xoşamətleriga aldanğanlar. Mundaq kişinin işi ahir həsrət, nadamet ve puşayman keltirir. 9. Ey kızım, yaxşı huyluq, adab, axloqliq, mijoz xarakterda xoslikqa ega, ko'ngli ko'ksi keng, yoramli qiz bo'lish oson ish emas. Buning uchun ata-ona bo'g'ichining qizni kichigidan boshlab tujubulab, tarbiyalab, ajr singdirishiga, shundaqla qizlarning ismini topgandan keyin unsiz tarbiya va atrofga yuz berayotgan yaxshi yomon ishlarni joyida farqlantirib, shu orqali o'zini tarbiyalashiga to'g'ri keladi. 10. Ey kızım, şicaat, sahavet ve hoş xuluqluq en ala faziletlerden bulup, bu sübetlerge ega bo'lgan kişiler her daim ulug'luq sarmayesidan bahramand bulur. Mazkur sübetler içinde hoş xuluqluq alohida diqqatga sazavardır. Çünkü sahavet ali fazilet bo'lsa-mu, onunğa hamma kishi muyassar bo'lavermaydi. Onun hödüsdən chiqish uchun kishilarga har xil shart-sharoitlar kerak. Ammo xo'sh xuluqliq shundaq narsaki, hamma odam erishalaydi. Yiqimli xuluq egizdan cho'ng kichikning barchasi xursand bo'ladi, xo'shal bo'ladi. Mundaq xuluq egizi boshqalarni xursand qilishdan tashqari o'zini doim xursand yuradi. Başqalardan bolsa, onunğa muhabbet ve mulayimlik, hürmet qaytadi. 11. Ey kızım, davrdaşlarından aql farosatda, ilm, fan jihatda
töven orunda turuş tolumu nomusluk iş. Adam durup adamilik kabiliyetki ega bolanmaslık, adam durup adamdek yaşayanmaslıkdek iğir mahrumluk bulmaydı. Şun insan balısı üçün en çoğun ayıp bilimsizliktir. Namus qilish to'g'ri kelsa o'zingning nodonligidan namus qil. Xo'rlik his qilish to'g'ri kelsa aldi bilim o'zingning bilimsizligidan xo'rlan. Bilimsizlik seni insoniy tuyg'udan mahrum qiladi. Shunga sen aldınıvatqanlığını haqaratlanıvatqanlığını his qılalaysan. Vaqtin hamma daryo iqillarni o'ziga sig'diralaydi. Boshqalarga foyda yetkazish o'ziga foyda yetkazganlik mahram bo'lib elib, sirlardan vaqif bo'ladi da fursat topsa o'z ishiga tutish qilib, turli ziyonlarni soladi. Xaminidan boshqasini kuydirmaydi va qazo o'qidek murod nishonasidan bilak narsaga xatolashib tegmaydi. 19. Ey qizim, agar biri sizning ayib nuqsonlaringizni aytsa, qabul qilib kamchiligingizni tugitishga tirishing. Oldingizda o'z holini aytib kelgan kishini zodi kamsitmang, balki yordam qiling, uni muhtojlikdan qutuldiring. O'zingizning kichiklarga yaxshi muomala qiling, ularga mehribon bo'ling. Chunki kichiklar sizning ekinzoringizdir. Hamma ishni ashularning yordami bilan tutkazishingizga ishoning. Agar terrorlaring vayron bo'lsa, tirikchilik qiyinchilik qoladi. Do'stingizga yaxshi niyatda bo'ling, doim yaxshi niyatda bo'ling. Xalqning olqishiga ega bo'lishni izlasangiz, oliy janob, mehribon, kuyimjon bo'lgan bir yo'lni tuting qizim. 20. Ey qizim, agar qiz bola go'zal, xush qomat, zibu zinatlari joyida bo'lsa-mu, muomalasi qo'pol chechilanqi bo'lsa, atrofdagilarning dilini og'ritsa, ishoningki, uni hech qachon go'zallar sepiga qo'shmaydi. Uningdan ko'ngli qoladi. Hech qanday narsa kishining aqlini muomala kabi namoyon qilolmaydi. Qizlar o'ziga qanchalik zinnat bermasin, muomala madaniyatini, muomala san'atini bilmasa, hech qachon o'zgalarning hurmat e'tiboriga sazovor bo'la olmaydi. Yigitlarning muhabbatiga sazovor bo'lish uchun qizlarda oldi bilan muomala san'ati intayin yuqori bo'lishi kerak. 21. Ey qizim, so'zlash egizpas va xavfli bo'lib, ko'p xatarlik uchraydi. O'ylamay, fikrlamay turib bir so'zni izhorlashga lavni ochmaslik kerakki, o'ylamay aytilgan so'z ko'plagan boshlarni o'lim javgonining to'pisiga aylantirgan, jon g'azinisini zavolliq va nuqson qimoriga tutqizgan. So'zlashda bir necha qoida bor bo'lib, ularning har biriga rioya qilmoq lozim. Birinchisi shuki, sababsizlik va bemahallik kilidi bilan so'zlashish qulubni ochmaslik kerakki, garchi so'z gavhari to'g'ri va aniq bo'lsa-mu, bevaqt va o'rinsiz aytilsa, idrok bozorining gavharshunoslari va qoida bilguvchilari nazarida e'tibordan chetda qoladi va hech kim uni anglashga rag'bat qilmaydi. 22. Ey qizim, yodingda bo'lsinki, turmushda pul degan haqiqatan to'limi qimmatli va qadrli narsa. Pul bo'lmasa hayotda bahramon bo'lishga tegishli nurg'un narsalardan mahrum qiladigan gap. Lekin odamning oltin kumush oldida o'zini tutalishi, pulga asir bo'lib o'zini bulg'amasligi buningdan necha hassa qadrlidir. O'zini pul qopqinidan aman saqlayolgan odamlar haqiqiy qadr qimmatga erishalaydi. Undaq chin, durust odamni ko'zga surtsimu arziydi. Pul tap, lekin pulning asiri bo'lib qolma. Pul degan odamni azizmi qiladi, xarmi qildi. Pul uchun iymonni, vijdonni bulg'ab insoniy fazilatni yerga urish xorliq degan shu. Buni unutma. 23. Ey qizim, bilingki, go'zal axloqni o'ziga yor qilgan, haya, nomus chimbardisiga cho'mkalgan, levan, yaxshi xo'yliq, iffat go'hurni ching saqlagan, fazilat qo'nisini yurgiga echildirgan, sipoya, qayda yo'solliq, jalbkor,
sepi özünün haqiqiy Uyg'ur qiziga xas xislatni yetildirgan bo'lsangiz, maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, maktabda saboqdoshlaringizning, o'qituvchilaringizning sizga chin yurgidan ish ko'ymay qolmaydi. Agar siz kasbiy o'rinlarda ishlab qolsangiz-mu, atrofdagi har qanday odamning sizga qoyilligidan ish ko'ymay qolmaydi. Shunda siz o'zingizning haqiqiy jalb qilish kuchingizni his qilasiz va uning turtkisida hamda hamma hurmatlaydigan shaxsga aylana olasiz. 24. Ey qizim, eg'ir besiqlikni xuddi bir go'har desak, muloyimlik boshqa qondan ilindigan ma'dandir. Bular orqali sen shoh bilan godayni o'zingga itoat qildira olasan. Ochiq chiroy, axloqli bo'lish kishini odamlar orasidagi ziddiyatlardan, orazchiliklardan va fitna fasodlardan xoli qiladi. Muloyim va adablik bo'lish inson vujudining mevlik beg'idir. Odamlik beg'ining teg'ining ichidagi qimmatli yer osti boyliqlar bilan to'lgan zarkonidir. Bu kanning boyliqlari cheksizki, qezib tugatgili bo'lmas. Oningda checheklagan mevalarning xush hidi butkul yer jahonni doimo illatib turg'ay. 25. Ey qizim, dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikqa yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning yaxshi nomi bilan jini chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomli yodlanadi. Bilgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot boshlagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. 26. Ey qizim, ko'zimning nuri, bilim bilan jasorat unutilmasdir. Demak, ular seni unutilmas qilib qo'yalaydi. Sen qandoq bilim egilagan bo'lsang, shundoq odam bo'lasan. Haqiqiy aql farosatga ega bo'lsang, xalqningcha ish qila oladigan bo'lasan. Hech nimadan xabari yo'qlar o'zini qorong'u dunyoga qamab qo'ygan bilan barobar. Jismoniy qudrat va aqliy qobiliyat go'yo ikki qo'l va ikki ko'zga o'xshaydi. Farosatlik, ammo jasoratsiz bo'lganlarning farosati meva bermaydi. Shunga doim jasoratlik bo'l. 27. Ey qizim, mana 10 go'zal xislat odamga baxt qut keltirdi. Haya, muruvvat, sadoqat, tavazzu, emgak, sehilik, nomus, omonatga xiyonat qilmaslik, adolat, ilm, muloyimlik va shijoat. Mana 10 yomon xislat odamni baxtsizlik falokatga so'raydi. Hasad, adovat, bexillik, takabburlik, yolg'onchilik, munofiqlik, cheqimchilik, xiyonat, johillik va g'ururlik. Kimning himmati ustun bo'lsa, shuning bilan qadr qimmatini ustun bo'lg'isidir. Birov adab o'rgatsa, o'rganmagan kishi hayvon, uzr so'rasa qabul qilmagan kishi shaytondir. 28. Ey qizim, ko'zimning nuri, aytgan so'zdan yonmaydigan, va'dasida turdigan odam bugun so'zlagan so'zidan ertasi kuni tinolmaydi. Va'dasida chin turadi. Va'dasiga amal qiladi. Kishi va'da qilib qilgan va'dasini amalga oshirsa, va'dasiga vafo qilsa, xalqning uningga ishonchi oshadi. Va'daning opti va'dasiga vafo qilmaslik yoki uni sababsiz kechiktirib ijro qilishdir. Va'daning vaqti o'tib, va'da qilguvchi boshqalar ma'qul bo'g'idek bir uzr ko'rsatolmasa, kishilar uning va'da talab qilmaydigan, va'da bersin va'dasiga ishonmaydigan va uning biror narsa bermaydigan bo'lib qoladi. Shunlashqa bergan va'dasiga vafo qilish chin insonlik xislatidir. Buni unutma qizim. 29. Ey qizim,
İnsanlar üçün haya intayin şərəflik bir xislet və ulug'var axloqdir. Haya odamzod jamiyatining go'zal va tartibli bo'lishi uchun muhim bir shartdir. Hayodan iborat bu axloq kishilar orasida yo'qolib ketsa, kishidan so'z va harakatda uyalmaydigan bo'lib qolsa, olamning nizomi buziladi. Xalqaro asl rasmiyatlar yo'qoladi. Maishat amalligiga zo'r balolar tug'iladi. Kishilar bir-birining haqida diyonat va sadoqat saqlamaydigan bo'lib qoladi. Kuchlar ojizlarni talab vayron qiladi. Haya kishilarning nochor axloq va qiliqlardan chetga tortadigan tabiiy kuchdir. İnsonga hayodan to'liq foyda va manfaat bordir. Yaxshi xuy axloq mevasi hayoning suyi va optipidan parvish topmasa, to'liq pishanmaydi. 30. Ey qizim, canım qizim, ko'zimning nuri, dilimning bahori qizim. Hukmalar xushxo'ylikning belgisi 10 xil bo'ladi deydi. Birinchi, yaxshi ish to'g'risida kishilarga muxolifatchilik qilmaslik. Ikkinchi, o'z nafsidan o'zligidan insof ko'rsatish. Üçüncü, kishilarning aybini izlamaslik. To'rtinchi, kishilardan naloyiq ishlar sodir bo'lsa, uni yaxshilikqa selish. Beshinchi, gunohkor gunohidan o'zri etib kelsa, qabul qilish. Oltinchi, hojatmanlarning hojatini hal qilish. Yettinchi, kishilarning xizmati uchun mushaqqat tortish. Sakkizinchi, o'z nafsini ko'zlamaslik. To'qqizinchi, boshqa kishilarga chehridan mehrini ko'rsatish. 10. Kishilarga yaxshi so'z qilish. Har qanday chaqda, har qanday joyda, har qanday insonga, har shayga eng yaxshi go'zal so'zni so'zlash. Bu baxtli, aqlli insonga xos muruvvatdir qizim. Bularni hargiz unutma. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.